yig'ilgan bo'lsa kerak. Ovqat yetmay qoldi degan odamning hech bir shikoyati yo'q. Suv yetmayapti degan odamning shikoyati yo'q. Yoki biror bir boshqa tinchligim yo'q degan odamning shikoyati yo'q. Alhamdulillah hammasi xayr baraka, hammasi yaxshilik. Bu haligi duoning sharofati Alloh subhanahu va taolo qabul qiladi. Bu duoni qilib İbrahim aleyhissalatu vesselam yana shu biz ham savobni qilib bo'lib safoga chiqadi. Safodan bu yoqqa qarasalar ko'zlariga cho'lni nimasida sarob bir suv bo'lib ko'rindi. Yugurib bordilar, chiqib bunda qarasalar tepalik suv yo'q. Bu yoqqa qarasalar yana shunday bo'ldi. Yana bordilar, yana qaytdilar. 6 bo'lib 7-sida yana Marvaga kelib qarasalar, o yig'lab oyog'ini qimirlatib yotgan Ismoilni demak tovonini ostidan suv chiqishni boshladi. Yugurib borib chaqalog'ini ko'rsa, chaqaloq yig'lab tovonini urgan yerdan suv chiqib oqib ketyapti. Qumni surib zam degan ekanlar. O'sha vaqtning tilida to'xta degan ekan. Suvni ya'ni biz tashlamiz oqib ketmaganda to'xta deb qum bilan to'sganlar ekan. Ana shundan beri mana zamzam chiqib turadi. Ko'rib turibdilarki, atrofida biror tomchi suv yo'q. Hech qayerdan yerni xarijasi kovlab chiqsa suv chiqmayapti. Yo'q. Lekin zamzam chiqaveradi. Mana 3 million odam to'yguncha ichyapti. Makkani aholisi ichyapti. Madinaga olib borib qo'ygan ichyapti. Saudiyaning boshqa yurtlariga mashinada har kuni tashib turyapti. Yana hammamiz 10 metr 15 metrdan olib kelamiz, yana chiqyapti. Ichgan nima niyat bilan ichsa shunga zamzam shifo. Nima niyat bilan ichsa bo'ldi. Dardimga shifo bo'lsin desa shu. Maqsadimga yetayin desa shu. Az-zamzamu lima shuriba lahu deganlar payg'ambar alayhisolatu vassalom. Zamzam nima uchun ichilsa shunga kifoya qiladi. Ovqat desangiz ovqat bo'ladi, qorningiz to'yadi. Chanqog'imni qondirsin desangiz chanqog'ingiz qonadi. Dardimga shifo bo'lsin desa dardga shifo bo'lganlarni biz o'zimiz ko'rdik, tajribalarimiz bor. Buning ustiga mana bunday demak hech suv yo'q, alomati yo'q joydan tinmay chiqib turishi. Bu hammaga yetib turishini o'zi ilohiy katta bir mo'jiza hisoblanadi. Ana shu suv ona bolaga, Hajar onamizga va Ismoil alayhisalomga ham ovqat, ham ichimlik bo'lib turdi. Bular shu suvni sharofatidan shu yerga turishdi. Ana endi bular yashaganini ko'rgandan atrofdan bitta qushlar uchib keldi. Ba'zi bir hayvonlar paydo bo'ldi. Undan keyin Yamandan Shomga o'tayotgan, Shomdan Yamanga ketayotgan karvonlar ham suvni daragini eshitib kelishdi. Suvdan ichishdi. Ona bolaga o'zlaridan olib kelayotgan narsalardan ba'zi narsalardan berdi. Bitta ikkalari mana shu yerda yashagim kelyapti deb qoldi. Asta-sekin shu yerda aholi yashashni boshladi. Oilalar paydo bo'la boshladi. Bunday bir ajoyib bir joyda demak kishilarni to'planib yashaydigan jamiyat paydo bo'la boshladi. Yana bir qancha vaqtlar o'tib, Allohning amri bo'ldi, farmoni bo'ldi. Ibrohim alayhisolatu vasallam yana qaytib keldi. Bibi Hojarni ko'rdilar. O'g'illari Ismoil katta bo'lib qolgan ekan. Bu kishini ko'rdilar. Ana undan keyin Allohning amri bilan ota-bola Ka'batullohni qurishni boshladi. İbrahim aleyhissalatu vesselam o'zlari devorni qurganlar. Ismoil alayhissalom, Bibi Hajar onamiz Ismoil alayhissalomni demak ayollari-yu payg'ambar Ibrohimning kelganlari yordam berishgan. Ana o'sha Ka'bani Allohning amri bilan bular qurishgan. Xudoning amri bilan demak Ka'bani qurib bo'lgandan keyin shukronasiga 2 rakat namoz o'qishgan. Mana hozir bir shishani ichiga olib qo'yibdi, maqomi Ibrohim deymiz, ikkita oyog'ini izi turibdi. Rivoyatlarda kelishicha ana shu Ibrohim alayhissalom ustilarida turib qurilishini demak olib borgan tosh degan rivoyatlarni qilishadi. Demak ota-bola Allohning amri bilan mana shu Allohning uyini qurib bitirishdi. Qurib bitirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga buyurdiki, endi odamlarning ortida azon ayt, ya'ni chaqiriq qilgin. Mana shu joyga hajga kesillar. Piyoda kesillar, markablarda minib kesillar, turli uzoq burchak joylardan kesillar degan Allohning farmoni bo'ldi. Ana shunda Ibrohim alayhisolatu vassalom ana shu farmonga binoan azon aytib chaqirganlar. O'sha chaqiriqda kimni ruhi labbay degan bo'lsa albatta bu yerga keladi. Alhamdulillah bizning ruhlarimiz ham ana shunda demak
labbayga qo'shilib qolgan ekan, alhamdulillah mana kelibdi. Ana undan keyin o'sha azonni, ya'ni Ibrohim alayhisolamning da'vatiga labbay deganlar o'sha sanadan boshlab keldi, haj boshladi. Ibrohim payg'ambar alayhisolatu vassalamning vaqtida. Demak, o'shundan beri haj qilinadi. O'shundan beri tavob bor. O'shundan beri demak Zamzamni demak ichish bor. Safo bilan Marvoning orasida sa'y qilish bor. Lekin uzoq muddat o'tib shirk, bid'at, xurofat narsalari aralashib, haligi payg'ambarlarning orasidagi vaqtda odamlar zalolatga ketgan paytda haj ibodatini ichiga ham shunaqa zalolatga ketgan narsalar qo'yildi. Misol uchun Ka'batullohning ichiga butlarni olib kirish qo'ydi. Butparastlar. Atroflariga butlarni qo'yishgan. Hattoki payg'ambar alayhisolatu vassalam payg'ambar bo'lib kelishidan oldin kiyimlarini yechib tashlab, hech kiyimsiz tavof qilishga o'tishgan edi. Nimaga buni qilasizlar desa, biz bu kiyimlarda gunoh qilib qo'yganmiz, endi buni qilmasligimiz kerak. Ya'ni bu siz tavof qilishimiz kerak degan ma'noni erkak ayol aytar ekan. Shunga o'xshash yana ko'pgina demak bid'at, xurofat narsalar aralashib ketgan ekan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalam payg'ambar bo'lib kelganlaridan so'ng o'zi dinimizda ham haj qilish farz bo'lgandan so'ng Alloh taolo ana shu bid'at, xurofat, islomiy bo'lmagan narsalardan haj ibodatini qopladi. Hammasini bo'lmaydiganlarini chiqardi, haqiqiy ibodatlarni qoldi. Bularni biz mana hozirgacha qilib kelyapmiz. Bu demak haligi aytganimizdek nihoyatda ulug' ibodat. Ka'batullohning qurilish tarixi haligindek ulug' bir tarixga ega. Demak Ibrohim alayhisolatu vassalam o'zlarining o'g'illari Ibrohim Ismoil alayhisolamning yordamida qurib Allohning amri bilan bino qilgan ulug' muqaddas demak bayt, Allohning bayti. Uni 7 marta demak tavof qilish bilan demak ibodat, Allohga bo'lgan ibodat bo'ladi. Ha umrada bo'lsin, ha hajda bo'lsin, shu tariqa demak ibodatlarni qilamiz. Mana demak undan keyin binoda turish ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam haj qilganlarni o'zlari. Ana endi undan keyin Arafatga chiqish. Arafatdan qaytishda ertaga inshaalloh Arafatga borib o'sha yerda turganimizda peshin namozi bilan asr namozini qo'shib jam o'qiymiz. Azon aytilib, takbir aytilgandan so'ng 2 rakat qasr peshin namozi o'qiladi. Qo'shini ketidan yana takbir aytilib 2 rakat qasr asr namozi o'qiladi. Undan keyin quyosh botguncha, mag'rib bo'lguncha o'sha yerda o'tiriladi. Quyosh botgandan so'ng nafra deyiladi, ya'ni orqaga qaytish boshlanadi. Orqaga qaytganda Muzdalifa degan vodiy bor, o'sha yerda. U biz turgan hozirgi Mino bilan Arafatning o'rtasida. Ertaga biz Muzdalifani yo'lda qoldirib o'tib ketamiz Arafatga. Kechqurun o'sha ustidan o'tib ketgan vodiyimizga qaytib ketamiz. Ana u yerda keyin Muzdalifa Mash'arul Harom o'sha yerda bu kecha juda ulug' kecha bo'ladi. Bu yerda ham demak duo fotiha Allohga ibodat qilish bo'ladi hamda shom namozlarini qo'shib shom namozini vaqtida o'qiladi. Shom vaqti bo'ladi, shomni o'qimaymiz, kelaveramiz, yo'lda bo'lamiz. Kelib Muzdalifadan tushganimizdan so'ng haligi aytganimizdek bir azondan keyin demak takbir aytib shom o'qiladi. Shomni o'qib bo'lish bilan orqasidan demak qasr qilib iftonni o'qiladi. Ikkovlarini jam qilib o'qiladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ibodatni shunday qilgan. Ana undan keyin demak hammamiz tong otishimizni turamiz. Tong otgandan so'ng inshaalloh bomdod namozini o'qib olib yana mana shu joylarimizga qaytib kelamiz. Qaytib kelgandan so'ng eng muhim narsa shuki, demak tosh otishga boramiz. O'sha Muzdalifada mayda toshlar ko'p, tosh terib olamiz. Kichkina toshlar bo'lsin, katta bo'lmasin. Kichkina toshlardan terib, bir qog'ozga, xaltaga, nimagadir solib olsa, o'zi bilan bo'lsa bo'ldi hajini. Olib keladi. Shunda mana bu tarafda, demak pastga qarab ketayotganimizda tosh otadigan joylar bor. Buni arabchasiga jamorat deyiladi. Birinchi kuni, demak bomdoddan keyin borib peshingacha otib olish kerak. Shunga hamma harakat qiladi. Uyushgan holda nihoyatda ehtiyotli bilan harakat qilish kerak. Ilgari yirga to'polon odam o'lishi mana shu jamrada bo'ladi.
O'shuning uchun ehtiyot bo'lib, demak, boriladi. 3 ta tosh otadigan joy bor. Alomat qilib qo'ygan doira, hovuzcha, ustiga oq stol qilib qo'ygan. Bu yerdan borganimizda birinchi jamra keladi, uni tashlab o'tib ketadi. Ikkinchisi keladi, uni ham tashlab o'tib ketadi. Uchinchisi, ya'ni biz turgan tarafdan uzoqda Masjidil Haromga yaqinini Jamratul Aqaba deydi. Birinchi kuni o'shunga 7 ta tosh otadi. 10 qo'l bilan o'sha mo'ljalga iltizom qilib, yaxshilab bismillah akbar deb otiladi. 7 ta. Ana birinchi kungi qiladigan narsa shu. Endi bu yil har yilgidan hojilar juda ko'p keldi. Mana shu hozir yo'ldan o'tib kelayotgan ko'rgan odamlaringiz kelayotgani yarim edi. Hozir ham kelayotgan bo'lsa kerak hali odamlar. Shofiy mazhabida boshqada albatta bu yetib kelish shart emas. Ba'zilar umuman Minoga kelmay to'g'ri Arafaga tushib ketadiganlar ham bor, mazhablarga yo'l berganlar. Ular hammasi qo'shilib jamraga boradi. Jamra demak, mana shu turgan joychalik xolos. Toshlatadigan joy. Shuning uchun 2 qavat qilib qo'yilgan bo'lsa ham katta tiqim bo'ladi. Nihoyatda hushyorlik bilan harakat qilish kerak. Shuning uchun ayollarni, qari odamlarni, kasalmand kishilarni borishlari demak bormaganlari yaxshi. Ular hammasi bittadan vakil qiladi. Ayol kishilarga mahrami vakil bo'ladi. 7 ta emas 14 ta. 2 ta ayol bo'lsa 20 ta tosh otib qo'yadi har kimning nomidan. Bir kishi otib qo'ysa bo'laveradi. Kuchi, quvvati bor, kasalmand, yaxshi odam borib, demak, boshqalarni vakolatan, niyobatan otib qo'ysa bo'ladi. Albatta o'zim boraman, yiqilib qolsam boraman degan gaplar bu musulmoncha gap bo'lmaydi. Shuning uchun biz ayollarimizni, qarilarimizni, kasallarimizni yaxshilab avaylab qo'yamizda, yoshlar, baquvvatlar, to'shatishga quvvat yetadiganlar hammalari demak vakolatan otib qo'yishni joriy qilamiz. Bunaqa o'z vazifalari bilan nima bo'lsa bo'ldi, o'zim qilaman degan gapni tushunmasligi kerak. Hammaga aytinglar. Avvalgi yili ham shunaqa bo'lgan. Ayollar qosim desak, qolishmasdan chiqishib ketib qolib, Allohning irodasi-yu, lekin shunaqa holat bo'ladi. Mana shu holat bo'ladi. Shuning uchun unaqa o'zboshimchalik bo'lmasin, tartib bilan bo'lib bo'ladi. Toshni otib qo'yib, ilojini qilganlar, imkonini topganlar borib tavofi ifozani qilsin. Tavofi ifozani eng rukunlardan, ya'ni haj rukunlaridan bittasi biz mazhabimizda tavofi ifoza. Tamattu niyat qilganlar sa'i ham qilishadi. Ifrod niyat qilganlar o'sha birinchi kelgandagi sa'ilarga ifoda qiladi. Ana uni qilgandan keyin demak tamom. Tahallul. Qurbonligi so'yiladi ungacha u. Demak ehromdan chiqsa bo'laveradi. Ehromdan chiqsa bo'laveradi. Qurbonlikni so'ymasdan turib ehromdan chiqmaslik kerak. Shuning uchun qurbonlikka pul bergan odamlardan nomlarini yozib bergansizlar, ular albatta falonchining nomidan so'yishadi. Shundan xabar kutinglar. Falonchi falonchilarni qurbonlikka so'yildi desa keyin chiqinglar. Ma'qulmi? Mana shu narsani nima qilish kerak? Matematik kerak. Chunki tosh otib bo'lgandan keyin qurbonlik so'yilmagunicha ehromdan chiqilmaydi. Ana bu yerda demak mabit kechasi shu yerda bo'lish kerak. Bugun bo'lish kerak. Hayit kuni bo'lish kerak, ikkinchi hayit kuni, uchinchi hayit kuni. Tushunarlimi? Shuning uchun quvvati yetganlar mayli o'tib tavob qilsa qilsin. Bo'lmasa o'sha 7 ta toshni otgandan keyin qaytib kelsin. Bu yerda dam olsin, choy ichsin, boshqa uxlasin, keyin ertasiga indiniga borib tavob qilsa ham bo'laveradi. Lekin ertasiga indiniga, ya'ni 3 kun yana tosh bor. Endi tosh otganda 3 joyga otamiz, bir joyga emas. Birinchi kuni bir joyga otamiz. Oxirgisiga Aqabaga. Endi ikkinchi kunida demak endi bu peshindan keyin bo'ladi. Mana shu borib birinchi o'tiraganiga bir otamiz, o'rtadagiga keyin otamiz, oxirgisiga keyin otib 7-21 bir kishini boshida. Haligi vakillari bo'ladigan bo'lsa vakil qilingan. Demak 2 kishi bo'lsa bir joyga o'tsa, keyin yana o'tsa, unisiga o'tib yana shunday qilib otib ketadi. Bu yerda kechqurun bo'lish shart. Yana bir maslahat qilarmiz, ba'zi bir kasallari sal uzurli bo'lganlarni, ba'zi bir ayol kishilarni yotoqxonaga tushirib qo'yib, kunduz paytda imkoni bo'lsa kechqurunga yana olib kelishni o'zimizdan boshqa qilamiz, bu o'zimizning ichki tartiblarimiz bo'ladi.
Lekin ibodat ma'nosida mana shu narsalarni tushunish kerak. Ba'zi bir birodarlar tavofi ifodani o'tkazib boradi. Busiz ham haj bo'lmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, o'sha hayit kunidan boshlab jamrani otgandan keyin o'sha tavof ziyorat ham deydi, tavof ifoda ham deydi. Shuni albatta qilish kerak. Albatta o'zini xaloq qilmasdan, o'zini katta to'pni ichiga kirganda yaxshilab suv ichib, qo'liga yana suv olib, qornini to'yg'azib, bunday bir mulohaza bilan qilish kerak. Ba'zi bir birodarlarimiz borib o'zini shu o'g'ri hajarat asvatga uradi, bittalarini qovurg'asi ham sinib qolgan birodarlarimizdan hajarat asvat. Hajarat asvatni o'qish farz emas bo'ladi. Hajni rukniga ham kirmaydi. Qani endi imkon bo'lsa hamma o'qisa holiga. Lekin shuni o'qimanib qovurg'asini sindirib olish ham yaxshi. Birovga ozor yetkazish ham yaxshi. Shuning uchun o'sha hajar asvatni uzoqdan qayerdan bo'lsa ham turib, mana shu qo'lini bismillah Allohu akbar deb shunday istiqlom deydi, shunday qilib qo'lini o'ziga qo'ysa bo'ladi. Aytmoqchiman, o'zini urintirmaslik kerak. Charchab yiqilib qolmaslik kerak. Boshqa qilmaslik kerak. Imkon bo'lsa qani endi. Ana endi o'shandan keyin demak, haligi chap tarafda kamani qoldirib, sizga duolarni o'qib 7 marta. Ba'zilar 2 marta aylanib qo'yib chiqib kelsa ham bo'ladi. 7 marta bo'lishi kerak. Ana undan keyin bu yoqda joy topib, o'sha kamani eshigi bor tarafidan bo'sh joy topib, 2 rakat namoz o'qib, undan keyin zamzam quduqiga tushib, to'yguncha tazalluq deydi. Mana shu qovurg'alarga yetib kelsin degan suv chiqib, ichgan suv. To'yib ichish kerak. Ana undan keyin namaz rostlananda haligi tamattu munosabatda Safa Marvaga chiqib, ikkinchi qavatdan qilib qo'ygan odamlar shunaqa to'polon bo'lib, qo'yib ketadigan bo'lib, ulamolar fatvo bergan. Bu yerda sayr qilsa ham, xuddi pastda sayr qilgan o'rniga o'taveradi. Haligi aytganimizda faqat odam o'zini o'rniga qo'ymaslik kerak. Shu bilan demak hajdan ibodatlari, manosiklari tugaydi. Bu yerda o'sha aytilgan mabit, ya'ni tunash manosiklarini ularni yetkazib o'tamiz. Shu bilan alhamdulillah demak Allohning aytgan ishlardan hop, kimda nima savollar bor? Menda bitta savol bor. Birinchi iqom bag'laganda umraga niyat Madrasa kerakmi? Bu o'rtamizda gaplashdikmi? Ha, gaplashdim. Bu kishi hamsharimiz Abdug'afur Turkistoni Alloh ayollarning butun tibbiy ishlarimizni doktor Habib ukalari qilyaptilar. Va dorilar olib beriladi davo? Ha, tishat oldik. Bu hammasini ma'qul olgan. Boshqa narsa kerakmi? Hammasi yaxshi. Faqat xabar olib tursalar vaqtida. Kim turibdi? Alloh xayr etsin. Inshaalloh. Bir duo qilaylik. Amin inshaalloh. Arafatga jo'laringni ham bildimmi? Bo'ldi. Bolasi berganmiz. Inshaalloh. Yetib boramiz. Bir savol. Mabodo ulgurmay qolsa, tavobi ifodaga kechasi qolsa bo'ladimi? Kechasi. Nega bo'laveradi? O'shani kechasi bo'laveradi. Men afzalini aytdim. Ha, xo'p. Imkoni topgan odam birinchi kuni qilsa afzal. Ha, yaxshi. Ikkinchi kuni qilsa ham mayli, uchinchi kuni qilsa ham mayli. Ha, bu kechasi kundan Jamrada farqi yo'q. o'tib borguncha mosha izdihom qattiq uchun kechasi qolsin. O'shuning uchun men aytdim, qaytib kelsalaringiz ham mayli. Bo'ldi. Xo'p. Ertasiga indiniga qilaveradi kechasi, kunduzi qachon. Menda bitta savol bor. Hop, 49 degani erta kechki savollarga. 49 nimaga 49 bo'ladi? Birinchi kuni 7 otadi dediga, oxirgi haftada 7 mi? Ikkinchi kuni 21 ta otadi. Nechta bo'ldi? 28 ta bo'ldi. Uchinchi kuni 21 ta otadi, 49 ta bo'ladi.
4-chi kuni ham otadan bo'lsa 70 ta bo'ldi. Biz 70 ta olaveramiz, 70 ta. O'sha yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Keyin yana ulamolar bilan maslahat qilib, qanday qilishni tushuntirib boramiz. Qanday qilib ol? Ha. Iltimotam bor bunda. Ha. Ikkita xotin ikkita keluvdik. Ha. Toshkentda o'zlarini topolmadik. Ha. Lekin Moskvaga olib beratosan, Moskvadan Yuvodidan uchastlari uchadi keldi. Ha. Yurtmanni olib, shu chakka qo'shilib ketalarmi deb ketishlar deyapti. Minibusdan kelgan bo'lsalar, minibus samolyot bilan ketadilar. Chunki ularning ro'yxati boshqada. Ammo Toshkentdan kelganlar almashtirsa bo'ladi. Samolyotga olib o'tsa bo'ladi. Misol uchun 15-iyun kuni 16-kuni katta samolyot bor. Bo'sh joylar bor. Ba'zi bir odamlar tashlayotgan bo'lsa, ular ro'yxatdan olishlari mumkin. Bo'ladi. Bo'sh joylar bor. Lekin sizlarniki o'zinglarni kelgan nimalarning ro'yxati ularda bo'ladi. Endi erta qolgan nima bultur endi men haj qilgan edimda. Endi bu yil onamizga shu onamiz nomlaridan haj qilsak durust bo'laveradimi? Shu kun nomlaridan ehrom bog'lanaveradi. Qur'onlik to'ladi. Hajji badal. Badal degani birovni o'rniga degani. Bekallohumma labbek. روحنا خلينا نصور روحنا خلينا نصور